Alaykum hammaga. Bugungi darsimiz 10-dars, Word darsi. Word darsida bizlar o'rgangan narsa yana so'zlar dokument ochib olamiz va kattalashtirib o'ynani vstavka menyusidagi shakllarni yasashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib bu shakllarni yasashdan oldin bizlarga O'zbekiston xaritasi kerak bo'ladi. Biz yozamiz. Yozganimizdan so'ng kartinka menyusiga o'tib, O'zbekiston bizlarga yoqqan O'zbekiston xaritasini tanlaymiz. Bizlarga mana shu ma'qul keldi, masalan. Shuni belgilab olamiz va saqlanib kartinkaga этот kompyuter рабочий stolga загрузкаga saqlanib olamiz. Saqlanib qilganimizdan so'ng bundan chiqib, yana Wordga o'tib biz boshladik. Vstavka menyusida рисунки bo'limidan этот устройствоdan saqlanib qilgan narsamizni yuklab olamiz. Mana tushdi. Endi esa bizlarni qilayotgan narsamiz ana shu saqlanib qilgan narsamizdan biz shakllardan foydalanamiz. Figura bo'limidan o'zimiz uchun o'zimiz chizadigan chizib shakl yaratadigan ochib olamiz. Ochganimizdan so'ng boshlaymiz. Bir tekst chiqish kerak, bo'lmasa xatolik yuz berishi mumkin. Notex mana shunaqa joylariga ham notex ketsa ham hech narsa bo'lmaydi. Lekin mishga 2 marta bir xil bosilmaslik kerak. Agar 2 marta bir xil bosilsa, bu shakl yopiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Shakl paydo bo'ldi. Bu O'zbekistonning Qozog'iston Respublikasi joylashgan joy. Buni biz rangini o'zgartirishga o'tgan edik. Ochko'k qo'l olamiz, bosamiz va yana boshlaymiz. Yana ochib olib Navoiy viloyatini boshlaymiz. Buni qilish juda oson. Sizlarga bu ma'qul keladi deb o'ylayman. Mana ko'rishingiz mumkin, hamma narsa o'z joyida, to'g'ri tarzda joylashadi. Buni biz yashil rangga bo'yab olamiz. Mana. Va Urganch viloyatini boshlaymiz. Ya'ni Xorazm. Urganch shahri, Xorazm viloyatini boshladik. Buni pushti rangga bo'yab olamiz. Mana. Buni har xil qilib joylashtirsak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, dumaloqcha aylantirsak, bu qimirlay boshlaydi. Buni joylashtirganimizdan so'ng Buxoroni boshlay olamiz. Figuridan topib Buxoroni boshladik. Buxoro ham tayyor bo'ldi. Uni joylashtiramiz. Mana. Buni sariq oranjiy rangga bo'yab olamiz. Va Samarqandni boshlaymiz. Bu video ko'p ketishi mumkin, o'sha uchun ikki qismga bo'lib chiqishi mumkin. Chunki bu mavzu juda katta mavzu.
Bu Qashqadaryo viloyati. Buni Samarqand pastidan joylashtiramiz. Va Buxoro tomon qilamiz. Joylashdi. Buni Samarqand pastidan kichkinaroq qilib joylashtiramiz. Buni kichkinaroq qilish uchun esa buni to'g'rilab joylashtirib olish kerak. Xo'sh, keyingisi Sirdaryo. Sirdaryo viloyati eng issiq o'lka hisoblanadi. O'zbekiston hududidagi eng issiq joy, viloyat, ya'ni Sirdaryo viloyati hisoblanadi. Bunga rang beramiz. Bunga rang berish esimdan chiqib ketdi. Xo'sh, jigar rang beramiz. Ochroq bo'ladi va bunga to'qroq pushti rang qo'l keladi. Mana ajoyib chiqyapti bayroq va xarita juda ajoyib chiqmoqda. Xo'sh, keyingisi Jizzax. Jizzax ham mashhur viloyatlardan hisoblanadi. Buni rangini esa och yashil qilamiz. Keyingisi Toshkent shahri. Biz ko'p bor ekan, ko'p eksklyuziv narsalarga ega bo'lgan shahar Toshkent shaharchasi. Bu juda kichkina bo'lgani bilan juda ham taniqli. Shuni eslaringizdan chiqarmanglar. Xo'sh, Toshkent shahri bunday joylashgan va buni ochko'k kabi yo'lamiz. Keyingisi esa Toshkent viloyati. Toshkent viloyati ham ko'p hududlari chiroyli va eksklyuziv joylar bilan joylashgan. Bu ozgina xato ketdi. Bu boshqatdan joylashtirib olamiz. Figuridan buni tanlab bosib joylashtirib chiqamiz. Bu 10-dars eng katta dars hisoblanadi. 10-darsda asosan bayroqni qanday joylashtirish, o'sha anovlar bilan rasmlar bilan qanday joylashtirishni o'rganib chiqamiz. Bu eng qiziq ham dars, eng qiyin ham dars desa ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Buni zalivkadan sariq qilamiz, buni esa ochko'k. Mana. Endi oxirgi narsa bu 3 ta viloyatni o'ziga jamlagan vodiy qoldi. Ya'ni biz odamlarga shu nom bilan tarqalgan joy bu Namangan, Andijon va Farg'ona vodiysi hisoblanadi. Xo'sh, zalivkadan ochko'kni belgilaymiz. Keyingi narsa yana bularni alohida qilib chiqish kerak, chunki ranglari bir-biriga to'g'ri kelmay qoladi hozir. O'sha uchun alohida qilib joylashtiramiz. Buni qizil va oxirgisi qoldi. Buni yashil ranglarga